Ha bugun tizzalab uzib berishlikni romantika, lo'qlikni romantika deydi. Bu lo'qlik u. Bu xariplik u. Bu lattavoshlik u. Ko'pchilik ichida qiz bolaga tizzalaydi. Agar chumoq bo'lmasa agar. Tizzalab, nima qilib, bir narsalar qilib. Romantika pardaning ichida bo'ladi u, tizzalashlar. Ya deymanki, pardaning ichida tizzalab uzib bermanglar. Endi deyman-da. O'zi islomda romantikasi eng zo'ri faqat bu pardani ortida bo'lganligi uchun ko'p yoshlar bilmaganligi uchun tushunmayapti. Buni Yevropa, G'arb shuni откровение qilib yubordi. Juda ko'pchilik shunga taqlid qilib yubordi-da. Mana orqaga gul otishlar qatdan kelgan. O'sha Yevropadan, g'ayri dinlardan kelgan odat bu. Gulni orqaga otsaymish, bittasi ushovsi baxtli bo'larmish. Ha, u aqlga sig'maydigan ishlarda bular. Masalan, bitalari nikoh uzugimni yo'qotib qo'ydim qoraga. O'shandan beri qo'rqyapman deydi. Yaxshi qiz yo'qotdi dedi. Ko'ryapsizmi, bu nikoh uzuk degan narsa qatdan kelgan? Ha, bir kun 80dan o'tgan otaxon qo'llarda turibdi, yechmasdan. Tilla uzuk, tilla erkaklarga harom bag'iga yozdi, to'g'rimi? Ha, bu meni nikoh uzugim. Bu nimani hal qilib beradi? Xo'p, nikoh uzuk tuvaletga tushib ketdi deylik. Nima baxtdan tuvaletga tushib ketgan bo'lar? Mana shu yerda o'tirgan deyarli 99% bolalarning nikoh uzuklari yo'q. Baxtli yashayapsizlar u. Baxtli yashayapmiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Uzuydi o'shim daxli yo'q. Baxtli chiroyli yashash uchun ayol ayoldek, yigit yigitdek bo'lsa bo'ldi, tamom.